Sankt-Peterburgda dahshatli jinoyat. Kichkina qizcha migrant pedofil qurboni bo'ldi. Jinoyatchi endi qamoqda. Moskva va Sankt-Peterburgda katta reydlar. Yuzlab noqonuniy yurgan muhojirlar ushlandi. Yana bir fojia. O'zbekistonlik migrant o'z sherigini o'ldirib, sudga tortildi. Rossiyada migrantlar mavzusi kun tartibidan tushmayapti. So'nggi paytlarda ko'plab reydlar, rasmiy tekshiruvlar va ayrim jinoyatlar ortidan bu masalaga bo'lgan qiziqish kuchaydi. Rasmiylar tartibni ta'minlashga urinayotgan bir paytda ayrim bir voqealar jamoatchilikni tashvishga solmoqda. Bugungi videoda sizga shu mavzudagi dolzarb yangiliklarni xolis va aniq tarzda taqdim etamiz. E'tiboringizni qarating, sizni muhim ma'lumotlar kutmoqda. Siz esa bu vaqt oralig'ida obuna va layk tugmalarini bosishni unutmang. Huquq-tartibot idoralari xodimlari Sankt-Peterburgda 15 yoshli qizni zo'rlagan pedofil migrantni hibsga olishdi. За что задержан сотрудниками полиции? Как правильнее будет ответить? Ну что, за что задержан? Ну что я с девушкой там был. С какой девушкой? Как девушку зовут? Да, Мгм. Сколько девушке лет? 15. Мгм. Что ты с ней делал? Ну, целовался, трогал. Vinu свою признаешь? Да. Gumonlanuvchi aybini tan oldi, deb xabar beradi Rossiya Ichki ishlar vazirligining viloyat bo'yicha matbuot xizmati Telegram kanalida. Hodisa 31-may kuni kechqurun sodir bo'lgan. Gumonlanuvchi 49 yoshli erkak huquq-tartibot idoralari xodimlarining savollariga javob berar ekan, mahbus qizning yoshini bilishi, u bilan o'pgani va teginganini tan oldi. Gumonlanuvchiga nisbatan voyaga yetmaganga nisbatan jinsiy zo'ravonlik harakatlari to'g'risidagi jinoiy ish qo'zg'atildi. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 132-moddasi 3-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rossiya Ta'lim vazirligi Rossiya Federatsiyasining ta'sis subyektlarida rus tilini o'qitish dasturlarini amalga oshiradigan ta'lim tashkilotlarining ro'yxati e'lon qilindi. Ular maktablarga kirishdan oldin rus tilini bilish uchun sinovdan o'tmagan muhojirlarning bolalari uchun. Ro'yxat bo'lim veb-saytida keltirilgan. Hujjatlarga ko'ra, 89 ta mintaqadan 18 tasi hali sinovdan o'tmagan chet el fuqarolarining bolalari uchun rus tilini o'qitish dasturlari mavjud emas. Politsiya xodimlari Donetsk Xalq Respublikasi bo'yicha Rossiya Federal xavfsizlik xizmati bilan birgalikda Mariupoldagi reyd davomida Rossiya Federatsiyasida bo'lish rejimini buzgan 39 ta muhojirni aniqladilar. Bu haqda Ichki ishlar vazirligining Dnepr bo'yicha matbuot xizmati xabar berdi. Tekshiruvlar yirik qurilish tashkilotlari manzillarida o'tkazildi. Idora ma'lumotlariga ko'ra, 215 nafar chet ellik aniqlandi. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 327-moddasi. Shuningdek, ular chet el fuqarolarining Rossiyada qolish rejimini buzganligi sababli 39 ta ma'muriy protokol tuzdilar. Ichki ishlar vazirligining mintaqaviy boshqarmasi tekshiruv davomida soxta hujjatlar topilganligi haqida xabar berdi. Xususan, idora xodimlari davlat chegarasini qalbakilashtirish belgilari bilan kesib o'tish shtampini va chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsning yashash joyiga kelish to'g'risidagi bildirishnoma shaklining yirtib tashlash qismlarini payqadi. Politsiya xodimlari FSB chegara xizmati bilan birgalikda pul evaziga 130 dan ortiq chet elliklarni noqonuniy ravishda qonuniylashtirgan 3 ta moskvalik hibsga olindi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligining rasmiy vakili Irina Volk ma'lum qildi. Jinoyatchilar noqonuniy ravishda chet el fuqarosining kelishi to'g'risidagi blankalarni, migratsiya kartalarini tayyorladilar. Shuningdek, Rossiya davlat chegarasini kesib o'tish to'g'risidagi soxta shtamplarning izlarini qo'ydi. Tezkor qidiruv tadbirlari natijasida politsiyachilar 3 ta gumonlanuvchini hibsga oldi, deydi Volk. Hibsga olinganlarning yashash joylari manzillarida migratsiya hujjatlari shakllari, patentdan to'lash uchun cheklar, mehnat shartnomalari, aloqa vositalari va daliliy ahamiyatga ega bo'lgan boshqa narsalar topilgan va olib kelingan. Jinoyat ishi qo'zg'atildi. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 322.1-moddasi 2-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bundan tashqari, Rossiya Federatsiyasi hududida migratsiya qonunchiligini buzgan 6 ta fuqaro aniqlandi. Bundan tashqari, Rossiya Federatsiyasi hududida migratsiya qonunchiligini buzgan 6 ta fuqaro aniqlandi. Ularga nisbatan ma'muriy va huquqbuzarlik to'g'risidagi protokollar tuzilgan. Noqonuniy muhojirlarni aniqlash bo'yicha reyd natijasida 200 dan ortiq xorijiy fuqarolar Sankt-Peterburgdagi politsiya bo'limlarida bo'lishdi. Ularning 30 ga yaqini Rossiyadan chiqarib yuborildi, deydi Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining mintaqaviy rahbari matbuot xizmati.
Idoraning ta'kidlashicha, reyd davomida huquqni muhofaza qilish organlari ham qurilish maydonchalarini, ham chet el fuqarolariga xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarni, shu jumladan Qizil To'qimachilik ko'chasidagi yagona migratsiya markazini tekshirgan. Hammasi bo'lib, politsiyachilar 5000 yaqin odamni tekshirdilar. 200 dan ortiq muhojirlar qonunchilikni buzganligi uchun ma'muriy ish yuritish uchun politsiya bo'limlariga olib kelingan. Yetkazib berganlarning aksariyati jarimalar va qoidabuzarliklarni bartaraf etish to'g'risida bildirishnomalar bilan qutulishdi. Biroq migratsiya qonunchiligini qo'pol ravishda buzgan 30 ga yaqin chet elliklarni mamlakat hududidan tark etish zarurligi to'g'risidagi xabar berildi, deydi xabarda. O'zbekistonning Buxoro viloyati Vobkent tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi Sankt-Peterburgda birga yashovchi ayolni o'ldirgani uchun 11 yilga ozodlikdan mahrum qildi, deb xabar beradi Respublika Oliy sudi matbuot xizmati. Matbuot xizmatining xabar berishicha, qotillik 2024-yil dekabr oyida Sankt-Peterburgdagi Sidov ko'chasidagi kvartiralardan birida sodir bo'lgan. U yerda 25 yoshli muhojir va 32 yoshli vatandoshi bilan birga yashagan. Vobkent tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi erkakni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi aybdor deb topdi va 11 yilga ozodlikdan mahrum etish jazosi hukm qilindi. Kalugov viloyati hukumati bolalar Obninskda Georgiy lentasi tasvirlangan bayroqni oyoq osti qilgan sobiq muhojirlarning oilalarini fuqaroligidan mahrum qilish niyatida. Oilalar allaqachon Rossiyani tark etishgan, ammo Kalugov viloyati ichki siyosat vaziri ularning qaytishiga yo'l qo'ymaslik kerak deb hisoblaydi. Shu bilan birga gubernator Shapsha ilgari ushbu oilalar a'zolari chet elliklar emas, balki 8 yil oldin vatandoshlarni ko'chirish dasturi bo'yicha Rossiya fuqaroligini olganligini eslatgan edi. Tergov qo'mitasi Ichki ishlar vazirligining sobiq xodimlariga Moskvada muhojirlarni noqonuniy ro'yxatdan o'tkazganligi uchun pora olganligi to'g'risidagi jinoyat ishini tekshirishni yakunladi. Bu haqda TASS matbuot xizmatiga xabar berdi. Mana shunday yangiliklar edi. Bugungi kunda migrantlar bilan bog'liq holatlar bo'yicha. Agar siz ham bu mavzudagi voqealarni kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bildirishnoma tugmasini bosib qo'ying. Fikringiz bo'lsa izohlarda yozing. Sizning munosabatingiz biz uchun muhim. Yangi videolarda yana uchrashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.